Amerika ovozi tarafidan ishlangan va Uyg'ur ma'rifchi va korxonchi Qosim Qashqariyning Xitoydan qochib chiqib Amerikada panohlanish hikoyasini bayon qilgan hujjatli film 2024-yillik Nyu-York film festivalining kishilik huquq kategoriyasida mukofotga tanlangan. Qashqarda tug'ilgan Qosimjon Abdurayim ilgari Urumchida Atlant til ma'rif markazi nomidagi til maktabi qurgan. U chet elga chiqishga majbur bo'lib qolg'ichi bo'lgan 10 necha yilda minglagan Uyg'urlarni tarbiyalagan. U 2017-yili vatandan ayrilishga majbur bo'lgan va Amerikada panohlik tilagan. Keyincha Amerika ovozida muxbir bo'lib ishlashga boshlagan. Germaniya soqchilari Xitoyga jasuslik qilish gumoni bilan 10 yil Germaniya uchun tanlash partiyasining rahbarlarining maslahatchisini qo'lga oldi. Tekshiruvchilar jangi deb atalgan bu shaxsning parlament faoliyati bo'libmi Xitoy o'ngchilarining uchurlari to'g'risidagi uchurlarni Xitoy davlat bexatarlik ministrligi yetkazdi deb gumon qilingan. Oldingi kuni Germaniya doiralari 3 Xitoy jasusini qo'lga olgan edi. Germaniya Federativ tekshirish mahkamasi axborot e'lon qilib, 22 aprel Xitoyning davlat bexatarlik ministrligi bilan hamkorlashib, jasuslik qilish jinoyati bilan gumon qilingan 3 Germaniya fuqarosining Germaniyaning g'arbida qo'lga olinganligini e'lon qilgan. Germaniya taftish mahkamasi jasuslik delosi ishxonasining oshkorlashicha, 3 gumondorning 2022-yil 6-oydan burun Xitoyning alohida o'rniga ishlashga boshlaganligi haqida kuchli gumon bor bo'lib, Xitoyga ishlagan vaqti haqida aniq ma'lumot yo'q ekan. 20 aprel kuni Xitoyning Amerikada turishlik bosh elchisi Shifeng Harvard universitetida nutq so'zlayotganda mazkur universitetda o'qiyotgan Tayvanlik va Tibet o'quvchilari yuqori ovozda to'lab, Xitoyning Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongda yurgizayotgan kishilik huquq dafsandichiliklarni qattiq ayblagan. Harvard Crimson gazetining maxsus xabariga qaraganda, shu kundagi bu kutilmagan voqea Xitoy bosh elchisining nutq so'zlash faoliyatini qalaymaqonlashtirib, uni o'sal ahvolga qo'ygan. Shundaqla yig'in zaldagi o'nglovchilar orasida g'ulg'ula ko'tarilgan. Angliyadagi 2 kishi dushmanga foydali uchurlarni ta'minlash va Xitoyga jasuslik qilish bilan ayblangan. London shaharlik soqchi idorasining bayonotiga qaraganda, rasmiy maxfiyatlik qonuniga asosan 32 yoshli Christopher Berry va 24 yoshli Christopher Kash Xitoyga jasuslik qilish jinoyati bilan ayblangan. Bu kishilar chet elni maqola xotira hujjat va uchur bilan ta'minlagan deb ayblangan bo'lib, bu voqea intayin og'ir ayblashlarga qarata intayin murakkab tekshirish deb tasvirlangan. Xitoyning Guangdong o'lkasida bir yuk paraxoti ko'rikka so'qilib ketib, 4 odam g'oyib bo'lgan. Yo'qolib ketgan xodimlarni izlash va qutqizish xizmati davomlashayotgan bo'lib, egilishicha 4900 tonna po'lat to'shaydigan paraxot Fujian o'lkasidan yo'lga chiqqan va shu yer vaqti 21:20 minut atrofida Guangdong o'lkasining Fushan shahridagi Jiujiang ko'rikiga so'qilgan. Yerlik doiralar e'lon qilgan bayonotga asoslanganda, paraxotda 11 nafar xodim bor bo'lib, so'qilish voqeasi keyin paraxot suv ilishga boshlagan va soat 23:40 atrofida cho'kib ketgan. Yamanlik olim professor Dunyo musulmon ulamolar birlashmasining quruvchilarining biri Shayx Abdulmajid Zindoniy olamdan o'tdi. Shayx Zindoniy 2014-yili Yamanda yuz bergan voqealar sababidan Saudiya Arabistoniga ko'chib kelgan. Saudiya Arabiston hukumati musulmon qarindoshlar harakatini terrorlik tizimligiga kirgizgandan keyin u nazarband qilingan. Keyin Zindoniy Turkiyaga avatilgan bo'lib, shu mezgildan buyon Turkiyada yashagan.